Laziz akami. Laziz aka xormi aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Rahmat, o'zi yaxshimisiz aka, tuzukmisiz? Rahmat. Shutmi siz uchastkangiz aka? Ha, mana shu dom uchastkam aka. Gap. Nechta xat tarqatdingiz Laziz aka? 100 ta 150 tacha xat tarqatib qo'ydim bugun aka. Shuncha ulgurdingiz, Ha, ertalabdan chiqsam ulguraman aka, agar 11-12 chiqsam ulgurmayman. Gap yo'q. Mijozlar o'z vaqtida xatlarni olish uchun har doim harakatdasiz ko'raman. Baraka toping Laziz aka. Rahmat. Mijozlar telefon qilsangiz bittada olishyaptimi? Agar paroli, men eshigini parol yopiq bo'lsa, telefon qilaman. Telefon qilgandan keyin ochib yuboradi. Sekin kirib beraman, rahmat deydi. Bir piyola choy beradi, issiq choy. Pod'ezd o'zida kir desa yo'q deyman, pod'ezddan berib yuboradi. Ichib anaqa qilaman, shukr qilaman anaqa klientlarga. Rahmat deb chiqib ketaman. Mijozlarimizga tashakkur deb qolamiz. Shu sovuq kunlarda, shu pochtalarga borganda issiq choy bilan kutib olishadi. Shu issiq ichib olsin deb sizlarga tashakkur qilamiz. Ustoz sizlar bilan har doim doimo yoningizda. Rahmat.